Toshkent shahar va viloyat davlat tashkilotlari boshqarma muassasalarida haftaning har juma kuni milliy liboslar kuni hamda yosharish va yangilanish fasli bahorda milliy qadriyatlarimizni o'zida aks etgan Navro'z olam bayrami Toshkent viloyati Piskent tumani Kaspiy ko'nikmalar markazida tashkil etilgan. Elektromonteur hamda payvandlash kasbi bo'yicha ta'lim olib kelayotgan o'quvchilar o'rtasida o'zbek milliy taomi bo'yicha oshga marhamat bellashuvi bo'lib o'tdi. Kaspiy ko'nikmalar markazi tashkil etilgan kompyuter operatori, enaga tarbiyachisi, ayollar sartaroshi, ayollar va bolalar massaji hamda qariyalar va bolalar parvarishi yo'nalish o'quvchilari o'zlarining milliy liboslarini keng targ'ib qilish maqsadida milliy qadriyatlarimizni o'zida jamlagan Kelin salom hamda milliy liboslar podyumini sahnaga olib chiqdilar. Jarayonda Kaspiy ko'nikmalar markazi xodimlari tomonidan tashkil topgan oshpaz hakamlar hay'at a'zolari jarayonni baholab bordilar. Kaspiy ko'nikmalar markazining bo'lim boshlig'i Boboqulov Ulug'bek hamda markaz psixologi Jabborova Gulsara opalar tomonidan yaxshi ishtiroki uchun o'quvchilarni taqdirladilar.